Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ushbu video ko'p tarmoqli marketing bilan shug'ullanuvchilar uchun 6-video. Bu videoda prezentatsiya haqida bo'ladi. Prezentatsiyani faqat katalogi bor kishilar o'tkazishsa yaxshi bo'ladi. Prezentatsiya vaqtida quyidagi qoidalarga rioya qilish kerak bo'ladi. Birinchidan, prezentatsiyaning joyi. Prezentatsiyaning joyi tartibli, tashqaridan har xil ovozlar eshitilmaydigan, havosi ham issiq emas, sovuq emas, normal holatda bo'lishi kerak. Odamlar u yoqqa yurmaslik kerak. Taklif qilingan odamlarni e'tibori chalg'imaslik kerak. Suhbat o'tkazuvchi, ya'ni prezentatsiya o'tkazuvchilar rasmiy kiyimda bo'lgani yaxshi, sport kiyimida yoki uy kiyimida bo'lmagani yaxshi. Eng yaxshisi bu taklif qilingan insonlarni uyda o'tkazsa prezentatsiya yaxshi bo'ladi. Chunki bularning uyda taklif qilingan odam ruxsatsiz chiqib keta olmaydi, ya'ni mehmon bo'lib turgan bo'ladi va bemalol prezentatsiyani bo'lmasdan gapirsa bo'ladi va u taklif qilingan odam ham butun diqqat e'tibori shu suhbatda bo'ladi. Buni nima uchun sababi uyda o'tkazish? Chunki taklif qilingan odam men ham shunday qilib o'tkazsam bo'lar ekan, bu unaqa xarajat talab qilinmas ekan deb tushunib olishi mumkin. Prezentatsiya vaqtida oldin kelishilgan vaqt belgilanib, bu prezentatsiyaga kech qolmasligi kerak. Agar 20 daqiqadan ortiq kech qolsa, prezentatsiyani o'tkazish kerak emas. Bu demak, vaqtni tejashni biznesimizda asosiy dasturlardan biri hisoblanadi. Prezentatsiya shunday bir vaqtda o'tkazish kerakki, taklif qilingan insonlar 1 soat oldin yoki 1 soat keyin ishi bo'lmasligi kerak. Chunki o'sha ishini o'ylab prezentatsiyada hayoli ham o'sha ishda bo'ladi-da, xotirjam o'tirmaydi. Endi prezentatsiya har xil kompaniyalarda har xil bo'ladi. Masalan, men tavsiya qilayotgan Coral Club kompaniyasida prezentatsiya 2 xil bo'lishi mumkin. Avval taklif qilinayotgan odamni nimaga qiziqayotganini bilish kerak. Agarda ularni muammosi sog'lig'ida bo'lsa, unda sog'liq haqida prezentatsiya bo'ladi. Ya'ni bu sog'liq konsepsiyasi deyiladi. Bu yaxshilab tushuntiriladi. Va agarda uni biznes qiziqtirsa, ya'ni daromad qiziqtirsa, unda daromad haqida, marketing plani haqida va kompaniya haqida, uni kelib chiqish tarixi, rahbarlari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Bitta odamga ham prezentatsiya qilsa bo'ladi. Lekin agarda odam soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, masalan, sizni 2 ta hamkoringiz bor, ikkalasi ham 2 tadan insonni taklif qilgan bo'lsa, unda ko'pchilik 5-6 kishiga ham prezentatsiyani o'tkazsa bo'laveradi va bu yerda 2 qismga bo'linadi prezentatsiya. Ya'ni bu men Coral Club kompaniyasi haqida gapiryapman. Birinchisi sog'liq to'g'risida gapiriladi, ahamiyati, sog'liq konsepsiyasi haqida. Kimga biznes qiziqadigan bo'lsa, ikkinchi qismga qolishingiz mumkin deb, ikkinchi qismini o'tkazsa bo'ladi. Prezentatsiya vaqtida uyali telefonlarni albatta o'chirib qo'yish kerak bo'ladi. Prezentatsiya vaqtida yeyish, ichish, chekish mumkin emas, faqat suv ichish mumkin bo'ladi. Prezentatsiya vaqtida eslamasdan, uyqusiramasdan, boshqa ishlarga chalg'imasdan, telefonga chalg'imasdan o'tirsa, faqatgina shu mavzuni eshitib o'tirishga harakat qilish kerak bo'ladi. Agarda taklif qilgan odamingizga siz o'rnak ko'rsatsangiz, qanchalik diqqat e'tibor bilan eshitib tursangiz, siz taklif qilgan do'stingiz ham bu jiddiyatingizni ko'rib, yaxshi e'tibor bilan tinglaydi bu prezentatsiyani va fikri ham bo'linmaydi. Agarda fikri bo'linadigan bo'lsa, imlo qilib, bu juda muhim ish deb aytib qo'yish kerak bo'ladi. Agarda siz ishga jiddiy munosabatda bo'lsangiz, bu ishga taklif qilingan do'stingiz, insoningiz ham shunaqangi jiddiy munosabatda bo'ladi. Agarda biron bir savol tug'ilib qoladigan bo'lsa, prezentatsiyaning oxirida vaqt beriladi, o'shanda savol-javob paytida savol berish mumkin bo'ladi. Endi agarda taklif qilingan insonga prezentatsiya olib boruvchi savol beradigan bo'lsa, uni o'rniga siz emas, prezentatsiyaga taklif qilingan odamni o'zi javob berish kerak. Hech qachon prezentatsiya qilayotgan odamning gapini bo'lmasdan, ularni diqqat bilan quloq solib o'tirish kerak bo'ladi. Prezentatsiyani tugagandan keyin biron bir tushunmovchilik bo'lsa, uni aniqlab olsa bo'ladi. Prezentatsiyaning eng muhim xususiyati shundan iboratki, prezentatsiya o'tilgandan keyin taklif qilingan insonga 3 ta muhim xususiyatni aytib qo'yish kerak bo'ladi. Bu xususiyatni aynan shu taklif qilgan odam aytish kerak bo'ladiki, nima deyish kerak? Ya'ni suhbatdan keyin biroz bir chorva qo'yib, ozgina olgan ma'lumotini singdirib,
birpas o'tirgandan keyin unga shunday deyish kerak bo'ladi. Albatta unda prezentatsiya olib boruvchi kirgan bo'ladi. Bu do'stingizga bemalol aytishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stim, siz buyuk imkoniyatlarga boy bir biznes bilan tanishdingiz va bir soat ichida juda ko'p ma'lumotga ega bo'ldingiz va yangilik oldingiz. Bu biznes juda ham ko'p insonlarning hayotini o'zgartirdi. Men ham shu biznes bilan shug'ullanyapman. Sizni kompaniyamiz bilan, kasbdoshlarim bilan va siz uchun yangi bo'lgan biznes bilan tanishtirish uchun chaqirdim. Albatta bu haqda hali ko'p gaplashamiz. Sizga ko'p narsani hali o'rgataman va ko'proq ma'lumot beraman. Afsuski, ko'pgina insonlar tushunmasdan bu biznes haqida borib ko'pgina o'rtoqlari, yaqinlari bilan maslahat qilishadi. U kishilar aslini olganda bu biznes haqida hech narsa tushunmaydi va to'g'ri yo'l ko'rsatmaydi va bilib bilmasdan har xil noto'g'ri gaplarni gapirib qo'yib, sizni yo'ldan urishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun sizga qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lgan bo'lsa, siz bemalol tortinmasdan menga yoki hamkasblarimga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Faraz qiling, avtomobil olmoqchisiz. Avtomobil olmoqchi bo'lsangiz, siz avtomobilni yaxshi tushunadigan, biladigan insonga borib maslahat so'raysizmi yoki avtomobilni umuman tushunmaydigan yaqinlaringizga borib so'raysizmi? Shuni o'ylab ko'ring. Bu bizning biznesimizda ham xuddi shunday. Bu biznes bilan shug'ullanayotganlar ko'proq narsani tushunadi va anchadan beri shug'ullanib kelyapti. Ular sizni to'g'ri yo'l tanlashingizga yordam beradi va siz to'g'ri yo'l tanlash uchun shu hamkasblardan, ya'ni shu biznesni yaxshi tushunadiganlardan so'rashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun do'stim, yodingizda bo'lsin, hech qachon bu biznesdan uzoq insonlar bilan maslahatlashmang. Bilib qo'ying, bugundan e'tiboran atrofingizdagi barcha insonlardan ko'ra siz ko'proq ma'lumotga egasiz. Sizdan kam biladiganlar sizga hech qachon maslahat bera olmaydi. Shuning uchun to'g'ri maslahatni sizdan ko'p ma'lumotga ega bo'lgan kishilardan so'rang. Aziz do'stim, bu biznesda qiziq bir haqiqat bor. Bir qator kishilar bu ishda inqirozga uchrashgan. Buning sababi ularni o'zlarini bilmasliklari va tushunchasizliklari sabab bo'lgan. Ular juda ham shoshilganlar. Ishga aloqasiz yaqinlari bilan maslahatlashadi. O'zboshimchalik bilan boshqalarga biznes tushuntirishga kirishishadi. Yetarsiz va kam ma'lumotlar tarqatishadi. Kataloglari bo'lmay turib prezentatsiya o'tkazadi. O'ng va chap taraflariga odam yig'ishga harakat qiladi. Ular qancha ko'p odam to'plasam shuncha boyib ketaman deb insonlar uchun ham shunaqangi maslahat beradi va bu yolg'on gap. Aziz do'stim, ulardek xato qilmang. Agarda qog'oz ustida tushuntirish bilan ish bitsa edi, sizni prezentatsiyaga olib kelmagan bo'lardim. Kasbdoshlarim bilan sizni tanishtirmagan bo'lardim. Ularni katalog yordamida ishni to'liq tushuntirishlariga intilmasdim. Shuning uchun shoshilmasdan o'z qo'lingiz bilan o'z biznesingizni sindirmang. Shu biznes haqida birorta so'z hozircha hech kimga aytmang. Agar aytsangiz, ular bu ishni o'yin deb o'ylashadi-da, agar biron bir savol bersa, siz javob bera olmay qolsangiz, ular shunday deb aytishadi. Bu savollarga javobing bo'lmasa, sen qanaqa qilib biznesmen bo'lding deb sizni masala qilishi mumkin. Shunday qilib, noto'g'ri ish bilan o'z yaqinlaringizni qochirishingiz va ularni ishonchidan chiqishingiz mumkin. Keling, yaxshi shoshilmaylik, biznesga kiring, hamkor bo'ling. Siz uchun tezda liderim yordamida kurs tashkil qilamiz. Bir kitobcha va ish haqidagi disklarni o'tamiz. Ro'yxatingizdan sizni ikki tarafingizga to'g'ri keladigan yaqinlaringizni tanlaymiz birgalikda va ularni biznesga sekin-asta taklif qilishga boshlaymiz. Ularni ham noto'g'ri harakatdan ogohlantiramiz. Har tarafga ma'lumot uchun yugurmasliklari va vaqti kelganda hamma narsani ulushlarni tushuntiramiz. Do'stim, siz hozirgina yangi bir biznes bilan tanishdingiz. Bu haqda hali hech qatdan eshitmagandingiz. Shunchalik kam pul bilan bunaqa biznesni o'rganib, daromad olishni tasavvur ham qilmagansiz. Haqiqatan ham bu biznesga kirish uchun talab qilinadigan sarmoya boshqa bizneslarga qaraganda juda ham kam. Bu ishda muvaffaqiyat bo'lish uchun avvalo to'g'ri reja tuzishingiz kerak. Kompaniyada mahsulot xarid qilmasdan va hamkor bo'lmasdan turib insonlarni biznesga taklif qilishga shoshilmang. Chunki sizdan
bu biznesga o'zingiz ishonasizmi? Mahsulot xarid qilib iste'mol qilib ko'rdingizmi deb so'rashganda, yo'q, men sizni qarab turibman. Siz kelsangiz, keyin men ham boshlayman desangiz, unda siz ishonchini yo'qotib qo'yasiz. Bu insonlar sizga boshqa kelmaydi. Bu hodisa restoran ochish bilan bir xilda. Restoran ochishdan oldin mijozlardan pul yig'ib, ularni mana shunaqa ovqat bo'ladi deb pul yig'ib, undan keyin restoran ochishga o'xshaydi. Bu albatta bunaqa bo'lmaydi. Oldin restoran ochasiz, undan keyin taom pishirasiz, undan keyin mijozlarni chaqirasiz. Keyin mijozlarni o'zi kelaveradi. Shuning uchun shoshilish kerak emas. Oldin chin qalbdan bu biznesga ishonish kerak. Siz bilan hali internetda ko'p ma'lumotlarni qidirib topib o'rganamiz. Kompaniyaning mahsulotlari haqida ko'p ma'lumotlar yig'amiz. Kompaniyaga hamkor bo'lganingizdan so'ng darslarni boshlaymiz. Undan keyin do'st va yaqinlaringizni, qarindoshlaringizni orasida bir loyiq kishilarni aniqlab, ularga bu katta imkoniyatni taqdim qilamiz. Sizdagi biznesga bo'lgan ishtiyoq va ishonchingizni ko'rgan yaqinlaringiz sizni hamkor ekanligingizni bilgandan keyin bu gaplar bilan sizga qo'shilishadi va ishlayotgan bo'lsangiz, sen ham agarda shu biznesda ishlayotgan bo'lsang, unda biz ham sen bilan birgamiz deb aytishadi azizlar. Shuning uchun bu biznesga jiddiy yondashib harakatingizni boshlasangiz bo'ladi. Men keyingi videomda alohida Coral Club kompaniyasiga biznes taklif, ya'ni prezentatsiyasini video qilib chiqaraman. Kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'ling. Shuning bilan videoni yakunlayman. Salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha.